unutuldi chekkan azorlar, obod bo'ldi qo'rg'on bozorlar. Olamga taraldi ovozi, qahramondur abdi bozorlar. Endi qonim tomgan qamashim, men mehriga qongan qamashim. Endi qonim tomgan qamashim, men mehriga qongan qamashim. Men sevaman tog'u toshingni, mehrim quyib keksa yoshingni. O'zga yurtda mehmon bo'lganda qumsab qoldim tandir oshingni. O'zga yurtda mehmon bo'lganda qumsab qoldim tandir oshingni. Sana aytib har o'tgan onga, jamolingdan bo'lib mahliyo, istarangdan olgancha ziyo. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Doimo eng yaxshisi bo'ling nomli tadbirimizga xush kelibsiz. Sizga g'arq qilgan, izg'irinni butkul tark qilgan, eshitgandek mening nolamni, guldastaga o'rab olamni. Gulbahor uchib keldi qushlar ham, daraxtlar taqdim markazini axborot kutubxona markazi direktori Jamila Normatovaga beramiz. Hurmatli o'quvchilar, onaxonlar, qizlar, hammalaringizni kirib kelayotgan 8-mart bahor bayrami bilan tabriklayman. Mana bugun tumanimizda shunday ajoyib jasoratli qizimiz, mana Zulfiyaday bir ajoyib, mana Qamashi tumanimizda ham shunaqa ajoyib qizlar borligidan bugun eshitib juda ham faxrlandim. Jayrona qizimizning qancha qilgan mehnati, yosh bo'lsa-da ko'p narsaga erishganidan biz albatta xursandmiz. Shunday tadbirlarga ishtirokchi bo'lib kelishni o'zi ham katta bir jasorat. Mana ko'rib turibsizlar, medalari qanday chiroyli, medal buni qachon olib ekan buncha medalni degan hammamiz xayolimizda o'tyapti albatta. Buning tagida hammasida mehnat, bilim, harakat, hayotga qiziqish, uyg'onish degan narsani men bugun bizda ko'rdim. Jayronaday qizimiz borligidan biz albatta faxrlanamiz. Men bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Bu tadbirdan bilamanki, ma'naviy oziqa, kerak bo'lsa kuch-qudrat, yana uyg'onishga, yana ko'zimizni kattaroq ochib ko'p narsani ko'rishga imkoniyat yaratiladigan tadbir deb hammamizni mana shu kirib kelayotgan 8-mart bayrami muborak bo'lsin. Mana shu qizlarimizga, onalarimizga, opalarimizga sog'lik, salomatlik, kelgusi qushlardan qizlarimizning rivoj tilayman, muvaffaqiyatlar tilayman. Mana shu onaxonlarimiz kabi tumanimizda elga ko'ringan kayvoni onalar bo'lib yurishlarini, olima qizlar bo'lib dunyoga don taratishlarini so'rab qolaman. Qolaversa mana shu davlatimiz rahbari tomonidan ham sportga juda katta e'tibor qaratilyapti. Mana shu Jayrona qizimiz mana shu davlatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda bugun mana shu darajaga yetishib kelgan, erishgan deb o'ylayman. Kechamizning mehmoni, jahon chempioni yugurish bo'yicha Abduvali va Jayrona opamizga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum barchaga. Barchamizni kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bilan chin qalbdan tabriklayman. Shunday tadbir tufayli shu bahoni mana diydor ko'rish nasib etdi. Bunga katta rahmat barchaga. 2008
2008-yil Hamid Rostov maktabiga birinchi sinfga qadam qo'yganman. 2017-yil bitirganman va shu vaqt mobaynida mana shunday maktabni tanlaganimga, o'qiganimga, mana shunday ustozlarning qo'lidan ta'sir olganimga juda faxrlanaman. Mana shu yigit atletika sporti bitirib kelishimga o'zi o'g'il ustoz sababchi bo'lganlar. Ustozdan katta rahmat aytaman sizga. Shu natijaga kelishimga vaqtiga shunday buyuk bo'lsangiz. Tuman viloyat bosqichlarida birinchi o'rinlarni olganmiz. Qatnashib, keyin viloyat terma komandasiga qabul qilishganda borgim kelmagan, ustozimni tashlab ketgim kelmagan, qo'rqqanman. Ustoz yo'q, borishing kerak, chunki sen hali bundan ham zo'r natijalarga erishishing kerak, jahon chempioni bo'lishing kerak deb jo'natganda va u yerda ham O'zbekiston chempioni bo'ldim. Xudoga shukr, bir necha karra Markaziy Osiyo chempionatlariga qatnashdim. Va shu tariqa O'zbekiston Qarshi davlat jismoniy tarbiya universitetiga grant asosida qabul qilindim o'qishga. Va universitet mobaynida ham juda ko'p musobaqalar bo'ldi. Universiada musobaqalarda birinchi o'rinlarni oldim. Va keyin favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan menga taklif bildirishdi. Ularni yon qutqaruv amaliy sport turi bilan shug'ullanishga bir qiziq kelib ko'ring, shug'ullanib ko'ring deyishdi va qiziqib bordim. Va menga yoqdi bu sport. To'g'risini aytsam, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, ammo qiziqarli. Ikkinchi qavatga normallik ko'tarilish bor, 100 metr to'siqlovchi yugurish turlari bor, jangovar yoyilish, olov o'chirish degan narsalar bor. O'ziga yarasha qiyin, ammo sport bilan shug'ullanganim uchun tezda o'zlashtirib oldim bu narsani. Va 2022-yil Samarqandda bo'lib o'tgan jahon chempionatida qatnashib, faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Va 2023-yil Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Rossiyaning Volgograd shahrida bo'lib o'tdi, u yerda ham faxrli 3-o'rinni oldim. Va o'tgan yili 2024-yil Xitoyning Xarbin shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida faol qatnashib, jahon rekordini yangilashga ham sazovor bo'ldim. Bu eng katta yutuqlarimdan biri. Va mana shu favqulodda vaziyatlar vazirining bizga bo'lgan e'tibori, yaratib bergan sharoitlar uchun katta rahmat aytaman va bizni ular ishga qabul qildilar. Mana shu natijalarimiz tufayli va 14-yanvar kuni menga To'maris ko'prik nishonini ham taqdim etishdi. Va yaqinda mana 8-mart arafasida kichik serjant unvonini ham berishmoqchi. Bu mana shu darajaga yetishim uchun kimni hissasi bo'lsa, ota-onamni, o'qituvchilarimni barchasiga katta rahmat aytaman. Va sizlarga ham tilab qolaman, sport bilan shug'ullanishni, doimo oldinga yurishni, hech qachon tashlab ketmaslikni, bir ishni boshlaganda odamlar qila olmaysan degan ishni ham qilishga harakat qilish kerak. Chunki ko'z qo'rqoq, qo'l botir deyishadi. desem tilim biran, çölleride oynar ceyran. Vatan desem tilim biran, çölleride oynar ceyran. Babalardan miras mekan, kelgen mehman qolar hayran. Babalardan miras mekan, kelgen mehman qolar hayran. Yaşaymiz aman amanda, obod baxtiyor zamonda. Yaşaymiz aman amanda,